Assalomu alaykum Dilyorbek Yus kanali obunachilari. Assalomu alaykum chorvasevar akalar, ukalar. YouTube chorva ishqibozlari. Yangi partiya mollarimiz kelgan. Mana Rossiya Gorniy Altaydan kelgan mollar. Kecha kechqurun keldi bular. Rossiyskiy bikalardan. Rossiyadan kelgan mollar. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil 4-fevral sanasida ekanlar mollar bular. Mana semental buqalardan kelgan. Manzilni tushuntirib o'tib ketsam, Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'lan mahallasida. Mana akalar. Sementalidan deydimi, limuzinidan deydimi, hammasidan bor akalar mana. Limuzin so'raganlarga limuzinlardan ham bor. Semental so'raganlarga semental. Akalar, mollar narxi bomba bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib turaveringlar. Mollar narxi bomba bo'ladi bugun. Qani bo'lmasam ketdik. Mana akalar, orqasiga ham o'tib oldik. Semental buqalardan so'raganlarga bombalaridan keldi mana. Orqalarini ko'rsatib. Rossiyskiy shved so'raganlarga shvedslardan ham bor mana. Sementallar. Limuzinidan so'raysizmi? Bunaqasi. Limuzinga gibrididan so'raysizmi? Hammasidan bor akalar mana. Akalar, ikkinchi qo'raga o'tib oldim. Orqalarini ko'rsatib o'tib ketyapman mana. Ko'rasiz. Narxlarini 17 milliondan 3 ta mol chiqarib beramiz shuning ichidan akalar mana. Sementallar zo'rmi? Narxini 17 milliondan boshlanadi. Kattasini kelaman shuning ichidan zo'rini tanlab olaman, ikkita tanlab olaman desa 24 millionga kelib tanlab ketaveradi akalar mana. Ko'rasizlar mana. Pachka bo'lib ketgan mollar. Sementalga simish buqalardan. 17 milliondan 24 millionda orasida ishimiz bitaveradi akalar. Kelaverasizlar. Nomerlar ekranda aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.